Raqamli texnologiyalar asri sharoitida yoshlarning innovatsion fikrlashi va startap tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash ustuvor vazifaga aylanmoqda. Xususan, Olmaliq shahridagi Metallurg madaniyat saroyida Kasbiy ta'lim agentligi, Toshkent viloyati boshqarmasi tomonidan axborot texnologiyalari, startaplar va robototexnika yo'nalishida ko'rgazma tashkil etildi. Jarayon tafsilotlari bilan navbatdagi lavhamizda tanishishingiz mumkin. Ko'rgazmada viloyatdagi texnikum o'quvchilari o'zlarining startap loyihalari, dasturiy ishlanmalari hamda robototexnika yo'nalishidagi innovatsion mahsulotlari bilan ishtirok etdi. Taqdim etilgan loyihalar orasida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, mobil ilovalar, aqlli qurilmalar va ishlab chiqarish jarayonlarini yengillashtiruvchi texnologik yechimlar alohida e'tiborni tortdi. Bu qurilmamizga keladigan bo'lsa, insonga ziyon yetkazmasligi uchun avtomatlashtirilgan qo'l roboti hisoblanadi. Bu bir joyga qo'ysa, o'zi turgan joyda harakatlanadi bu. Bunisi balonli o'zi avtomatik harakatlanadigan, masofadan boshqarsa ham bo'ladi va avtonom o'zi boshqariladigan qilsa ham bo'ladi bu robotimizni. Bu ham o'zi harakatlanib, konteyner, boshqa og'ir yukdagi, tonnadagi ma'lumotlarni o'zi qo'li orqali, qisish orqali ko'tarib olib borib o'sha belgilangan joyga olib borib qo'yadi. Keyingi loyihamizga keladigan bo'lsa, bu tog'kon sanoatida ekskavator hisoblanadi. O'zi avtomatik yuradi, o'zi avtomatlashtirilgan, o'zi qazib, o'zi harakatlanishda davom ettiradi. Tadbirda Kasbiy ta'lim agentligi rahbari shaxsan ishtirok etib, startapchi yoshlarning ishlari bilan yaqindan tanishdi. U o'quvchilarning muammo va takliflarini tinglab, ularni amaliy qo'llab-quvvatlash, moliyaviy va metodik yordam ko'rsatish masalalariga alohida to'xtaldi. Sizlarda eng katta hozircha kamchiligimiz yoshlarda oddiy kasblarni, oddiy ishxonalarga volontyor bo'lib borish niyati ham yo'qdi yoshlar. Borsa-da 3 milliondan bersa o'sha birinchi oyga. Bu hayotda yo'q demoqchi. Mana Germaniyada dual deyishadi. Eshitganmiz, Ausbildung nima degani? O'qiysiz va transport bilan ovqatingizga ketadigan xarajatni to'lab beradi bular. Bizda nima bor sentyabrdan prezidentimiz tashabbuslari bilan stipendiya beriladi. Ish berilar ekan. Eng minimum 412 ming dual ta'lim hammaga beriladi. 85% yaxshi o'zlashtirgan o'quvchiga necha pul beriladi? Oyiga $100. Josmi, bu o'zgarish. Bugun robototexnika, IT, axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt yo'nalishlari eng tez rivojlanayotgan va yuqori daromad keltiradigan sohalar qatoriga kiradi. Mazkur yo'nalishlarda muvaffaqiyat qozonish uchun texnik bilim bilan bir qatorda kreativ fikrlash, muammolarga noodatiy yechim topish, yangi mahsulot va xizmatlar yaratish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'rgazmada ana shunday fazilatlarga ega bo'lgan 100 ga yaqin o'g'il-qizlar ishtirok etdi. Shulardan biri kiberxavfsizlik, veb dasturlash va robototexnika sohasida 6 yillik tajribaga ega Islomning startap g'oyasi e'tiborimizni tortdi. Startapimiz shundan iboratki, bunda biz kreativlik qo'shganmiz. Hamma avtosug'orish tizimlarini ko'radigan bo'lsanglar, hammasi taymer orqali ishlaydi. Taymer bu suv ko'p isrof bo'lishiga olib keladi, noqulayliklar, uni ustida har doim odam turish kerak. Biz buni to'liq avtomatlashtirdik. Ko'rib turishingiz mumkin, LCD ekranda hamma ma'lumotlar chiqib turadi. Bluetooth modul qo'shganmiz, telefon orqali boshqarish uchun. Yana bu soil sensor bor. Soil sensor orqali tuprog'i analiz qilgan holatda har bitta ma'lumotini ham LCD ekranga, ham telefonga uzatib, ham o'zi analiz qilib turib, o'zi sug'orib berishni boshlaydi. Bu asosan issiqxonalar uchun. Chunki bu katta miqyosga qo'llaniladigan bo'lsa, takomillashmaganligi uchun qiyinchiliklar olib kelishi mumkin. Hozirda agar yaxshi investor chiqadigan bo'lsa, biz buni pilot tarzda tumanlarda qo'yishimiz mumkin. Olmaliq shahrida o'tkazilgan mazkur ko'rgazma kasbiy ta'lim tizimida innovatsion muhitni shakllantirish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Eng muhimi, yoshlar o'z g'oyalarini namoyish etish, mutasaddilar bilan bevosita muloqot qilish va qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bilan tanishish imkoniga ega bo'ldi.